Ushxonaga Yunusobod 13-kvartal kelganman. Megapolis Novostroykasini bilasizlar. Shundan Yunusobod mo'stdan tushganida o'zi chiroyli tushgan, yonida Mega Planeta, metro, Yunusobod dehqon bozori, xullas Yunusobod yuragi. Shu yerda 2 xonami, 3 xona desanglar ham bo'ladi. Xullas 65 kvadrat korobka 6-qavatda chiqqan, naqdga ham, ipotekaga ham chiqqan. Hozir ichlarini ko'rsataman. Ikki taraf lift, mana aytganimdek mana koridorlari chiroyli. Xullas aytganimdek mana 65 kvadrat, xohlasangiz 2 xona, xohlasangiz 3 xona qilib tashlayverasizlar. Mana bu yoq mana sanuzil g'ishtdan bo'lgan Golden House anaqa proyektlar bu. Mana bu yoqni xohlasanglar mana spalniya qilasizlar. Mana bu yoq mana o'zi oshxonaning joyi. Tomoni bu yerda перепланировка qilib, bemalol 3 xonami, 4 xonami, xohlasanglar 2 xona, mana bu zal. Mana balkonni qaranglar, oyna panoramli, endi sal kirroq ekan. Bitta yuvirib tozalasanglar mana zo'r. Quyosh chiqadigan, mana aylanadigan taraf mana vidlari zo'r. Xohlasanglar oshxonalarni qilib, choylarni, ovqatlarni tomosha qilib, restoran kerak emas, mana shu yerda yeb ichib o'tirasizlar. Xullas, yaxshi narxlarda ipotekaga ham, naqdga ham 65 kvadrat 6-etaj, narxi 88 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtiradi, ipoteka ham o'tadi. Novostroykani ipotekaga o'tadigan kam chiqadi. Harakat qilinglar. Joyi bomba, tamom.